أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وآله وأصحابه عليهم أجمعين أما بعد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Bugün dersimizin 25. hadisini sözlep ötmekçi. An Abi Cuhaym radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis şerifte namaz okuğucu kişinin aldıdan ötken, namaz okuğucu kişinin namazının huşu bilen okuluşu, hudu bilen okuluşu, harlık bilen okuluşu tesiri yetküzgen, dikkatini çeçevatkan, namaz okuğucunun namazını perva kılmagan ve o namazının buzuluşu yoki yaxşı okuluşuğa ahmiyet vermegen namazını beitibar qaragan adamның qandaq derecede günahkar bulunğanlığı, onun günahının igirliği ve o kişi eğer günahının igirliğini, yamanlığını kıyamet gününde Allah Teala beradigan cazanın qattiqligini bilgen bolsa, o ta 40 ay yoki 40 kun yoki 40 yil saqlab turib namaz o'qib bo'lgandan keyin o'tadiganligini Rasululloh askartish orqali namozni ulug'lash, namozni cho'ng bo'lish, namozga hurmat qilish, namoz o'quvchiga hurmat qilish kerakligini bizga alohida eskartilgan. Endi bugungi kunda namaz o'quvasi keynida, qishida, atrofida o'ltirib chaqchaq qilishayotgan, parang qilishayotgan, gap so'z qilishayotgan, hatto namoz o'quvchining diqqatini buzib, namoz o'quvchining xushu-huzuqlariga ziyon yetkazib qilyapmiz. Bu vallohu a'lam meningcha wala ta'awadu alal ismi wal udwanning qatoriga kelib qolishi mumkin vallah. Chunki namazning farzlari hudu namazning ichida haqiqatan az-zullu lillah Allohga kamtar bo'lish, mana bu kamtar bo'lishdan iborat namazning ruhiga bizning paranglarimiz, gap so'zlarimiz, charang churunglarimiz, g'allalarimiz ta'sir yetkazib namozni o'zininki shar'iy adablardan chiqarib olsa, biz buning sababchi bo'lish nuqtasidan gunohkor bo'lishimiz mumkin. İkinci birisi bu hadiste namaz okuğucu çokum özü bilen namaz özü bilen ötküçünün aldıda bir tal tosağını koyuşu lazım. Bu hadis şunu deydi o emri. Tosak koyuşu lazım. Tosak koyuş arkalık namaz okuğucu özünün aldıdın ötküçülerini tosuşu lazım. Onun keynidi öste buludu. Bu tosağınınki sütre deyimiz bunu. Bu sütürününki uzunluğu, yani igizliki qanchalik buludu. Eğer sütürü tapanmasa qandaq qilidu. Eğer sütürü qilmagan holatda namoz o'qisa gunohkor kimga buludu. Sütürünü bo'lgandan keyin sütürününki oldidan namoz o'quvchining orliqdan o'tib qolsa, uning gunohkori kimga buludu. Sütre bilen namaz o'quvchining orliqi qanchalik bo'lishi kerak degan bu masala mana bu hadisda aydınlaşadi. Shuning uchun mana diqqat bilan hadisga nazar diqqat bilan hadisga ahamiyat berishinglarni so'rayman. Abi Cuhaym radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib mundaq dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq dedi. Eğer
namaz o'quvchining oldidan o'tkichi o'zining ustidagi gunohni bilgan bo'lsa, cho'qim o namaz o'quvchining oldidan o'tkichining to'xtab turganligi 40 to'xtab turganligi uningga o namaz o'quvchining oldidan o'tganlikdan yaxshiroq bo'ldi. Abu Nadri mundaq deydi. Hadisni rivoyat qilgan ravi: "Men Payg'ambar alayhisolamning 40 kun dedimi yoki 40 oy dedimi yoki 40 yil dedimi buni uqmayman. 40 dedi. Bunun 40'ning keynideki yılmı, ayımı, günmü, saatmi men bunu uqmayman." Demek bu yerdeki temyizni hazb qilishning sababi vallohu alam nima bo'lish mumkin? Yani namaz o'quvchining oldidan o'tkichi kishi 40 oy to'xtab turgan, 40 kun, 40 yil, 40 soat deganni o'ylab hakikaten qo'rqinchli, haybatlik, o'tishning naqadar ig'ir gunoh ekanligini bir tushunsin deganlik uchun hazb qilib tashlagan bo'lishi mumkin vallohu alam. Al-ma'na al-'am حرص الشارع الحكيم على تقديس الصلاة وحمايتها من مظاهر اللهو والعبث وحماية ساحتها من الاعتراض وتوفير وسائل الخشوع والمناجاة. فأمر المصلي بأن يحجز مكان صلاته من مرور الناس بجدار أو بعسى أو بساتر ما، وحذر المار من أن يمر بين يدي المصلي، وخوفه بالوعيد الشديد الذي يستصغر أمام هوله أن يقف 40 سنة انتظارا لانتهاء المصلي من صلاته. Hikmetlik Peygamberimiz namazını uluglaş ve onu oyun tamaşa bihüdi işlarının körünüşlerini himaye kılış, namazının meydanlarını toğur bulap ötüşten himaye kılış, huşu vasıtalarını Allah bilen sırdışış vasıtalarını tulup kılışqa köngül bildi, ehmiyet verdi. Köngül bilip ehmiyet berip, degan tafsil ehmiyet berip, namaz o'quvchini o'zining namaz o'qiydigan o'rnini odamlarning o'tishidan tam orqali yoki hasa orqali yoki bir sutra orqali to'sishga buyurdi. O'tkishini bo'lsa namaz o'quvchining oldidan o'tishdan to'sdi va uningga qattiq tahdidlar bilan qo'rqitdi. U qo'rqinchining oldida u kishi 40 yil turishni kichik sanaydi. Kutib namaz o'quvchining namozidan bika olishni kutib. لو قدر له أن يبقى في الصلاة هذه المدة agar namoz o'quvchi namozda shu muddat turib qoldi degan muddatdami? Va kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallama al-qudwata as-saliha فلم يكن يصلي إلا إلى ساتر، وكان أحيانا يتخذ بعيره ساترا، وأحيانا يتخذ الجدار، وأحيانا يتخذ الأسطوانة في المسجد. وحرض المصلي إن اعتدى على قداسة موضع صلاته أحد بالمرور بين يديه أن يدفعه بيده دفعا خفيفا، فإن لم يمتنع دفعه بما هو أشد إلى أن يصل إلى المنع إلا بالمقاتلة كان له أن يقاتله. وهكذا يوفر الإسلام للمصلي وسائل وظروف الخشوع، ويهيئ له ظروف الانصراف إلى الله بقلبه
ve cevarihi fi salati innaha munacatullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaxşı ölgü idi. Şunlaçqa Peygamber aleyhissalatu vesselam sütürüge yüzlenmey namaz okumaydı. Sütürüge qaramay namaz okumaydı. Resulullah bazı çağlarda tügüsünü sütürü kılsa, bazı çağlarda tamını sütürü kılattı. Bazı vakitte mescidin tügürüklerini sütürü kılattı. Peygamber aleyhissalatu vesselam namaz okuguçalarını kızıqtıdı. Eğer onun namaz okugan ornunun mukaddeslikiga bir kişi aldıdın öteş bilen tecavüz kılsa, o namaz okuguçı o kişini kolu bilen yengil iştivitişki kızıqtıdı. Eğer onun namaz okuguçının iştişiga unumasa, onundan kattırak dersi bilen iştiqallığı unumasa, yani tosuşqa yitip bağınğı kadar fakat uruşu soquşaş bilenlam unaydıgan yerge yitip bağın bolsa, o namaz okuguçının onun bilen uruşu doğru geldi. Mana buningdek İslam namaz okuguçu üçün huşu'nun vasıtaları, şaraitlerini to'liq hazırlaydı ve onunla Allah'ta kalbi bilen yüzdünüş, a'zalari bilen yüzdünüş şaraitlerini tayyorlaydi namazlarda. Çünkü bu namaz Allah subhanahu ve taala bilen sirdişidigan namaz ibadettir. El-mebahisul arabiyye Arapça tadqiq qilingan so'zlar. Law ya'lamul marru bayna yadayil musalli namaz o'quvchining oldidan degan amamahu degan ma'noda oldi. Va bil qurbi minhu namaz o'quvchining yenidan, qeshidan demakchi. Va kullu ma bayna yadayk tastati'u mulamasata senin oldingdagi har qandaq narsani sen silab beqishqa, tutib beqishqa qodir bo'lasan. Shunga namoz o'quvchining oldi degan o inson tutib baqalaydigan, silab baqalaydigan narsani demakchi. Fazahiru annal maqsud bil musafa ma tanaluhu yadul musalli. Hadisden chiqib turadigan mazmun, oshkor bo'lib turadigan mazmun, musafadan maqsad onunğa namaz okuğuçunun kolu yetidigan yer. Namaz okuğuçunun aldıdan össe oğandikin kolu yetidigan yerden össe demekçi. Onunğa şu namaz okup turgan vaqtda ittirip ötüp, yoki süykülüp, yoki qishdan ötüp kelse diqqatini buzadigan demekçi. Eğer 1 metr, 2 metr, 3 metr, 5 metr yiroqdan ötüp kelse bo'laveradi, çataq yo'q. Çünkü oldu degan bu mubham zarb buchu, mubham zarb. Mubham bo'lgandikin buning oldi deydigan ish bo'lsa, ta uning oldi kun patadigan yerga bo'lsa kun chiqadigan, nima kun patadigan, kun chiqadigan tarafga bo'lsa sharq tarafga kun chiqadigan yerlik bo'lganligi uchun buning cheki bor. Unda bo'lgan chig'ida ya 1 metr ya 2 metr. Ya'ni namoz o'quvchi namozda o'qigan vaqtda beshini qo'yadigan sajda o'rni bor ya, shuning ayni namoz o'quvchining oldi emas. O tarafdan o'tib ketsa bo'laveradi. Maza aleyhi minel isim onunğa buladigan günah, mellazi aleyhi minel isim onunğa buladigan günah o ötkenlik sebep bilen namaz okuğucunun aldıdır. Lekâne en yakife 40 hayran lahu min en yamur degan lekâne vukufuh bu yerdeki en zivar okutulan pili muzarını zivar okutulan ma'nisi masdar bo'lgan pil bulup bu masdar fil masdar harf pilni qanday qiladi masdarga aylantirdi. Lakana ayyaqib degan lakana vuqufuhu degan bo'ladi. Uning 40 tug'anligi yaxshi bo'ldi o'tganlikda. O'tganlikda tug'anlikda bu yaxshilik yo'q. O'tib ketsa bu yaxshilik yo'q, tusa bu yaxshilik yo'q. Fa'alut ta'dil laysa ala babihi. Bu ya af'al tabzil hayran lah degandagi af'al tabzil bu xayrning ma'nosida axyar ma'nosida ismi tabzil. İsmi tabzil degan o'rtaq bir ma'nining ikki tarafga shirik bo'lganligini, bir tarafnikidan yana bir tarafniki yuqoriroq bo'lganligini. Masalan, Zaydun abdalu min amrin desak,
Fazilatda zayd bilan amri şirk. Ama ikkisining shirkchilik o'rtaqmi yo birisining yuqurimi desa, amridan zaydaning yuqurliq nuqta turadigan gap. Chunki af'al tabzil o'z bobi bilan emas. Ama bu azzar bu hayrun min ash-shatmi degan babdan uğalliq, tilg'alliqdan yaxshi degan qabilidan. Ya'ni agar ixtiyor qo'yilsa, cho'qim o kishi turishni tanlaydi. O ikki zararning yengilroqni e'tiborga olganligidan tug'anliqmi o'tmay tug'anliqmi va o'tganligimi ikkilisi yaxshi emas. Ama ikkisining birini tanlash to'g'ri kelib qolsa, o'tishni yoki turishni albatta turishni tanlaydi. Chunki o'tishdan turish yengilroq ziyon va yengilroq gunoh. Fiqhul hadis هذا الحديث يوجه المار بين يد المصلي وينذره ويحذره وهناك bu hadis namaz o'quvchining oldidan o'tkichi kishiga yo'l yuriq beradi va uni agalantiradi va uni to'sadi. Va hunaka fi sahih hadis ahadis ukhra توجه المصلي أن يقي نفسه ومكانه من أن يمر أحد بين يديه. Bu yerda başka sahih hadislerde namaz o'quvchini o'zini, o'rnini oldi tarafidan bir odamning o'tishidan saqlashga yo'l yuriq bergan sahih hadislar bor. Saqlang. O'zingizni va o'rningizni oldingizdan bir kishining o'tishidan saqlang. O'tkilib qo'ymang deydigan hadisim bor. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وفي رواية صلى إلى بعيره. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anh'ın rivayet kılındı. Peygamber aleyhissalatu vesselam tügüsüge qarab namaz o'qitdi. Bir rivoyatda tügüsüge qarab namaz o'qidi deb bor. Bir hadisda tügüsini oldidan o'tishdan saqlaydigan bir sutra qildi Rasululloh bu hadisda. Ve bir hadis kana yughrizul anaza al-hirba ve yusalli alayha. Bir hadisda neyzisini sancıp koyup onun qarab namaz o'qitdi deb bor. Aldiga sanjib etib qarab namaz o'qitdi. Ve bir hadis kana yurizu rahilatahu ve huve salla ilayha. Bir hadisda Peygamberim tügüsünü to'g'ri qilib qo'ydi, o Peygamberim shu tügüge qarab namaz o'qitdi. Bir hadisda iza vaza ahadukum bayna yadihi misli muakhiratir rahli ve huve al-ud allazi fi akhir ar-rahl allazi yastanidu ilayhi ar-rakib falyusalli ve la yubali man marra wara'a zalik. Bir hadisda sizlarning biringlar oldida iganing keynidik bir hadisda sizlarning biringlar oldida Beyne yedi degan oldida degan ma'noda oldida, chunki yed degan nada oldi tarafda. Iganing orqa tarafiga o'xshaydigan bir narsani qo'ysa, fal yusalli gap qilganlar namoz o'qisin, shuning orqa tarafidan o'tgan kishilarga parvo qilmasin deb bor. Muakhira degan uloqqa minguchi uningga yulinadigan iganing keyni tarafidagi yog'ochni deymiz. Uloqqa minsanglar otqa bir iga voya, shuning keyni bunda yulinadigan bir azroqgina yog'och bor, shu yog'och. Bu shunchalik narsani bo'lsa bu qo'ysin. Va bi hadis Abi Sa'id al-Khudri iza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru bayna yaday wal yadra'hu mastata. Abi Sa'id al-Khudrining hadisida sizlarning birovning namoz o'qiyotsa bir odamni oldidan o'tkilib qo'ymasin va uni kuchining yetishib ishsin, to'ssin. Agar uni bo'lsa, uning bilan urishsin, u shayton dedi. Fal mavdu kakashbil avra va nazar ilayha. Bu tema şu namoz o'quvchining oldidan o'tkazmaslik temasi o'ratni ochgan va uningga qaraganga o'xshaydi. Namoz o'quvchi bir odam o'ratini ichyapti, o'ratni ichish bir harom va uningga qarash bir harom. Ikkilisi. Bir odam o'ratni ichyapti, yana birisi qarada. O'shunga o'xshaydi. Fa inna kullun minan nazir vel manzur alayhi vacib. Qaralg'uchining har biriga mecburiyet var. Ve taksiru ahadihima fi vacibi la yubarrir taksir al-akhar. İkisining birining mecburiyetini to'liq ado qilmaganligi, yana birining to'liq ado qilinmaganligini oqlayolmaydi.
Birisi depti, avretini açmagan bolsa, men qalab salmaydim, şuna qalab saldım dep, avretini açqanligini qalashning dalili qilib olsa, o o'zi aqlayamaydi. Yeni birisi içip saldı, o qalmagan bolsa botdi, men içip saldım, mening içishim bilan uni qalması kerakdir desa, o onu aqlayamaydi. Demek şunun o'xshagan bu namoz o'qimagan bolsa o'tmaydim yoki o'tmagan bolsa namoz o'qiyotgandan keyin o'tmasi kerakdi. Bunda gap aqmaydi. وإذا كان على المصلي أن يتخذ سترة كان على المار ألا يمر بين المصلي وسترته ولا بين يديه إن لم يتخذ سترة. Namaz o'quvchi sutrini qo'ygan bo'lsa, o'tküchiga namoz o'quvchi bilan uning sutrasi orasidan o'tmaslik lozim va uning oldidan o'tmaslik lozim agar sutri qo'ymagan bo'lsa. قال النووي ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه. İmam النووي mundaqtida. Sutra tiklashning shariatda yo'lliq ekanligida ixtilof yo'q. Agar namoz o'quvchi o'zining oldida o'tashdan emin bo'lolmaydigan joyda bo'lib qolsa, o'zining oldida kishilarning o'tishidan emin bo'lolmaydigan bir joyda bo'lib qolsa, sutra tiklashning yo'lliq ekanligida ixtilof yo'q. واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديه. Ulamalar özünün aldıdan öteştin emin bulunduğun cayda bu kalsa tiklemdi, tiklememdi degende ihtilaflaşıp kaldı. Femezhabuna enneha meşruatun mutlak. Bizning qarışımız, bu kitapның avtori Şafii. Qarışımız sutrini tiklash mutlaq yo'l qo'yilgan. Ba'zilar sutrini tiklashning zaruriyati yo'q. Chunki o yerda o'tash deyotgan ish bo'lmaganligi uchun u sutri qo'yishdan maqsad o'tkichining keynidan o'stin namoz o'quvchining oldidan o'tmasin deyish uchun qo'ygan gap. Bu yerda odam o'tash uchun ehtiyoj bo'lmagandan keyin sutri bo'lmaydi, sutrining ehtiyoji yo'q. Qo'ymasin bo'ladi deydi. Ama İmam Şafii rahimahullah mutlaq qo'yiladi. Odam o'ssin va o'tmasin cho'qin masjidning sirtida bo'lib qolgan vaqtda sutri qo'yish kerak. Va halil khattu fil ardi aw ala ar-raml yaqumu maqam as-sutra 'inda adabiha. Sutra bo'lmagan chaqda zaminni jirlab o'tish yoki qumni jirlab qo'yish sutrining o'rnida turamdi. Sutri yo'q. Bunda bo'lsa sutri yo'q chaqda, inda adamiha degan sutri yo'q chaqda sutrining o'rnida turamdi. Istihbabuhu iza lam yajid g'ayra. U mustahab agar uningdan boshqa amal bo'lmasa. Chunki uning bilan namoz o'quvchining doirasi isbotlandi. Na jiriyotgandan keyin doirasi isbotlandi. Men mashyagichilik namoz o'qiyman, uning oldidan o'tsangiz bo'ladi degan gap bor. Agar boshqa narsa topolmasa. Va fi kayfiyatihi qil yaj'aluhu muqawwasan kal hilal. Zaminni jiylashning shakli haqida mundaq deyildi. U kishi u xatni hilal oyning shaklida yochoqdek qildi, bunda agma qildi. Dilinde özü bilen kıblenin oturuşta udul ufuktek kılıdı. Dilinde yahuttuhu yemine ve şimal, o sol taraftan sizip koydu. Ve yestahibbu en yednuvel musalli mine sutra bihaysu yakunu beynehu ve beyneha kadru imkan sucud. Namaz o'quvchi sutriga yaqin bo'lishi, uning bilan sutri orasida secde qilish imkoniyati miqdori bo'g'ray darajada yaqin bo'lishi mustahab. Va kazalika bayna as-sufuf va sutratul imam va kazalika bayna as-sufuf. Shuningdek saflar orasida bu. Va sutratul imam xalfa, imamning sutrasi oxirgi kishilarning sutrasi bo'ladi. Har bir odam sutri qilmasa,
to'salg'i qilmasama oqistiklarga imomning sutrasi sutra. Va itlaqul 40 fi ismil mar bayna yadayil musalli lil mubalagha fi ta'zim al amri ala al mar va laysa al adadu murad. 40 deb ishlatish namoz o'quvchining oldidan o'tkichining gunohida ishning namoz o'tash ishining namoz o'quvchining oldidan o'tkichininki gunohining cho'ngligini cho'ng bo'tqanligida oshirish uchun son maqsad emas. Yani bak cho'ng gunoh bo'ladi, bak ortiq gunoh bo'ladi degan nuqtamoqchi. Faqat varada inda Ibn Majah'dan mundaq keldi. Lakana an yaqifa 100 am khayr min al-khutwati allati khataha. 100 yil chim tug'anliqi o algan bir qadamdan yaxshidir dedi. Bir qadam olganlikdan 100 yil tug'anliq yaxshi. Va la shakka anna al-isma yaxtasu biman ya'lamu an-nahya wa irtakabahu. Shak shubsizki gunoh nahiyni bilgan va uni ishlagan kishiga xos. Iz qawluhu law ya'lamul mar, chunki payg'ambarimning law ya'lamul mar degan so'zi dalil bu jazoning bilishga qarashli ekanligi. Bilmasa o vaqtda bunday jazo, bunday gunoh, bunday ig'ir azob bo'lmaydi. Ammo bilib o'tgan bo'lsa buning gunohi ig'ir. وقد قسم بعض المالكية أحوال المار والمصلي في الاسم إلى 4 أقسام. Bazı maliki ülmaları namaz o'quvchining oldidan o'tkishi bilan namaz o'quvchininki ahvolini gunohda 4 turga bo'lib atgan. Al-ula ya'samul mar dunal musalli. O'tkishi gunoh bo'ladigan, namaz o'quvchi gunoh bo'lmaydigan. Kan yusalli ila sutra fi shari'in ghayr matruq. O namaz o'quvchi odam mangmaydigan ko'chada suturga qarab turib namoz o'qigan o'xshash. Odam mangmaydigan bir ko'cha va bu ko'chada suturga qarab turib namoz o'qigan bo'lsa, bu yerda namoz o'quvchi gunohkor bo'lmaydi, o'tkichi gunohkor bo'ladi. Ikkinchisi ya'samul musalli dunal mar كأن يصلي في طريق مشروع مسلوك بغير سترة ولا يجد المار مندوها هذا غير مسلم بل على المار أن يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. İkincisi de o'tkichi gunohkor bo'lmay namoz o'quvchi gunohkor bo'ladi. Xuddi kishilar mangadigan yo'lda sutrisiz namoz o'qigan o'xshaydi. O'tkichi amal topolmaydi. Odam mang'atgan yo'l olgandan keyin sutri yo'q namoz o'qidi, o'tkichi amal qilolmaqliq. Bu gap unaydi biz taslim bo'ladigan gap emas, uniladigan gap emas. Balki o'tkichi namoz o'quvchi namozdan baka olgan qadar turishi lozim. Unda bo'lsa namoz o'qib qo'yuvchilik to'xtab turing deymiz biz. Amal topolmabdi o'tmay. O nimaga aldiraysa, ya o ishimma ya bu ishimma ha bo'pti, to'xtabdi bir namoz degan jiq emas, aron bir to'drakat namozni o'qib qo'yuvchilik to'xtasan deyish kerak. Buningga gunohkor bo'lmaydi, namoz o'quvchi gunohkor bo'ladi deyishimiz to'g'ri emas. الثالث يأسم المصلي والمار جميعا كأن يصلي في طريق مسلوك بغير سترة ويجد المار مندوها فيأسمان. Üçüncüsü namaz o'quvchi va o'tkichi gunohkor bo'ladi. Xuddi odam mang'adigan yo'lda sutri qo'ymay namoz o'qibdi. O'tkichimi chora amal tepibdi. Bu ikkilisi gunohkor. O'tkichi to'xtab turmaganligining gunohkor bo'ladi. Namoz o'quvchi adam o'tadigan yo'l bo'lgandan keyin sutri tiklamay namoz o'qigan bo'lg'achqa, abid namozga ahamiyat bermaganlik bo'ladi bu gunohkor. To'rtinchisi la ya'saman. Ikkili taraf gunohkor bo'lmaydigan tarafi. Kan yusalliya ila sutra fi g'ayri tariqin mashru' va lam yajid al-marru manduha. Xuddi namoz o'quvchi odam mangmaydigan yo'lning odam mangmaydigan yo'lda sutriga qarab namoz o'qibdi. O'tkichi chor topolmabdi.
Bu hem unalmaydigan gap. Bel alal marri an yaqifa hatta yafrugal musalli min salati. Belki ötküçü namaz okuğucu namazın baka olgan kadar to'xtab turishi lozim. Amma kayfa yaf'alu iza ra'a marran baynahu va bayna sutrati? Fa innal ahadith ta'muru biman'ihi min al-murur. Namaz o'qiyotgan kishi o'zi bilan sutrining orasidan o'tayotgan kishini ko'rsa qanday qiladi? Hadislar uni o'tashdan to'sashga buyuruydi. Sutridan birini tikligandan keyin yana shuning oraliqdan o'tkili qolsa qanday qilamiz desa, o'tkili qo'ymaslikqa buyuruydi, to'sashga buyuruydi. ففي مسلم عن أبي صالح السمان قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره إذ جاءه رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنزر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمسل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. İmam Müslim'nin Sahih Müslim namlı kitabında Abi Salih Samman radıyallahu anh rivayet qilib mundaq dedi. Men Abi Said bilan birga baynama ana men Abi Said bilan birga idim. Abu Said juma kunisi uni to'sab turadigan bir narsaga qarab namoz o'qiyotdi. Tuğsuz Abu Said'nin qeshig'a Bani Abi Mu'tlik bir yoshdan birisi keldi. O Abi Said'ning oldidan o'tashni maqsad qildi. Abu Said maydisdan ittiribdi. O yigit menga qarab Abi Said'ning oldidan boshqa o'tadigan yerni topolmadi. Yeni yenib keldi. Abu Said onun maydisiga birinchi qitimdan qattiqroq urdi. O tik turib oldi. Abu Saidga aziyat berdi. Kin odamlarni qistab chiqib ketdi. Chiqib ketib Marvanning qashiga kirdi. Marvanga bo'lib o'tgan ishlarni shikoyat qildi. Shikoyat qilib mundaq dedi. Va Abu Said Marvanning qashiga kirganda Abu Said Marvan mundaq dedi. Nim bo'ldi? Qarindishingning o'g'li bilan nimish bo'ldi? Seni shikoyat qilib keldi. Abu Said mundaq dedi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan. Sizlarning biringlar uni yapadigan insonlardan yapadigan bir narsaga qarab namoz o'qiyotsa, bir odam uning oldidan o'tashni iroda qilsa, uni maydisidan to'ssin, issin, unimisi uni bilan ursin, faqat u shayton degan. Men shuning uchun uni to'sdim, chakladim, uningga o'tkili qo'ymadim dedi. والذي عليه جمهور الفقهاء أنه يستحب للمصلي إلى سترة أن يشير للمار أو يسبح إذا كان بعيدا عنه. Cumhur ulamalarının qarışı namaz o'quvchi uchun, ya'ni sutraga qarab namaz o'quvchi kishi uchun o'tküchi odamga ishorat qilishi yoki namoz o'quvchidan yiroq bo'lib qolsa tasbih aytishi mustahab. Va laysa lahu an yamshi ilayhi liyaruddahu. Namoz o'quvchi o'tküchining qashig'i minib berishi to'g'ri emas, uni to'sash va yandirish uchun. فإن كان قريبا منه استحب له أن يرده برفق بيده. Agar namoz o'quvchiga yaqin bo'lsa, namoz o'quvchiga uni yumshoqlik bilan, qo'li bilan yondirib o'tish mustahab. Uni bo'lsa, uning uchun namoz o'quvchi uchun uni qattiq ittirib o'tish mustahab. Agar
Sümmele andın ki bunu mesela namaz okuğucu onu bilen kuralsız uğraşıdı, muşteşidi. Eğer ölüp kalsa bunda kişiye kısas yok bil ittifak. Diyetinin vacip buluş hakkında iki mezhep var. Bir türkümler diyet vacip, bir türkümler diyet vacip emez deydi. Vel cumhur ala enne salat la yaqta'uha mururu men marra. Cumhur ulamalar namazını ötkenlerinin ötüşü buzutanmaydı diyen qarashga bağlan. Ve fi rivayetin en Ahmed yaqta'uha mururul kelbil aswad. İmam Ahmed'nin bir rivayetinde namazını qara işning ötkenligini buzutudu. Ve fi nefsi men qata'aha bi mururil himar vel mer'ati şey. Şu hadisning özüde o namazını işeklerinin ötüşü, ayallarının ötüşü bilen namazda buzuduğan bir narsa var degan. Vestenede ilal hadisi qala anhal cumhur hadisga yürünüp bu hadistin cumhur mundaq dedi. İnneha mensuha bu hadis mensukh ya tavil qildi. Ma hadislar ve onun tavili bizning Fathul Mun'im degan kitabımızda tilg'ilingan. O kitapka xalqan kişi yansın ve müracaat kılsın. Demek bu haktaki tefsilatını düşünüşte xalqaydigan bolsanlar muallifning Fathul Mun'im Şerh-i Sahih-ul Muslim degan 15 tomluq bir kitabı var. Muşu kitapka müracaat kılışınlar kerak. Yani bununda namaz okuğucu günahkar buladigan, ötküçü günahkar bolmaydigan, ötküçü günahkar bulup namaz okuğucu günahkar bolmaydigan, her ikisi günahkar buladigan ve her ikisi günahkar bolmaydigan 4 xil mesele bunundan o'ttirg'i chiqdi. Agar sutru qo'yib turib, yana uning orliqdan o'tmoqchi bo'lsa, buning bilan qarshilashishninki haqidami yo'lroqlar chiqdi. Endi sutru qanchalik bo'ladi desa, sutra shu 40 santir normalda yoki 50 santir oyliqda bo'lsa bo'ladi ve namoz o'quvchining sajda qilgan o'rin bilan bo'lsa bo'ladi, uningkidan ortiq bo'lsa bo'lmaydi. Bak yiroqqa qo'yilib orliqda xili yaba uning keynidan o'tanmagan, orliqdan o'taydi namoz bilan sutra oyliqdan o'tash to'g'ri kelib qolgan, bunda bu qapqasi yana bo'lmaydi, bu gunohkor bo'ladi. Shuning uchun namoz o'quvchilar cho'qim namoziga diqqat qilishi va ahamiyat berishi lozim va namozni har vaqt kişiler ötüdüğün yerde mu emes mu bunu obdan bilip okuşı lazım. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.